Поддержка qilamiz-da, uni o'sha energiyada bo'lishiga, uni tushib ketishini biz поддержка qilamiz. Bu ham oyni darajasida. Bizamizda, o'shanda biz ham balans buzib qo'yamiz o'zimiz. Ko'ryapsiz. Shu yerda bitta narsani ham aytib ketishim kerak. Xuddi shu narsa bo'lib o'zim energiyam tushgandan keyin o'zimdan katta ustozimdan so'radim. Menda shunaqa narsa bo'lyapti. Ular mana ishga kirmadi, tekin berdim, energiyam berdim, shuni berdim. Siz nimaga Ar-Razzoq bo'lib Alloh o'rniga o'tib, ularni o'rniga siz rizq beruvchiga aylandingiz ularga. Siz rizq beruvchi bo'lmang, siz rizq oluvchisiz. Shu qonuniyatni ham buzmang. Siz nidoga ularni, masalan, sizdan talab qilib qo'ydi. Yana bitta narsani eshitdim. Mabano titratib yuborgan narsa nima bilasizmi? Ular mendan kutib qolarkan-da, Allohdan kutmas ekan o'sha paytda. Allohdan kutib turgan paytida endi nima bo'lar ekan? Bo'ldi, sevarapam beradilar bizga shu pul topishga bular yordam beradilar. Mana narsa bo'lib qolar. Mana shu gapingizga ham men tirik misolmanda, o'zimcha Alloh o'rniga o'tgan ekanman-da, tekin berurdim, ishonasizmi? O'zimni barakam to'liq yopilib qoldi. Shunaqa bo'lar ekan. Shu narsani anaqa qilib qo'rqib ketdim to'g'risida, mana eshitib. Sizga ham aniq bo'lsin. Marg'ub opa, mana shuncha ayollar suhbatlashyapmiz, boshqa qilyapmiz. Mana shu yoshi katta ayol sifatida, tajribalari juda kattada, tadbirkorlik sohasida, hayotda ayol sifatida-da, mana shu shukur haqida va o'sha pulni barakasi va bizga berilayotgan pul ham albatta o'sha turmush o'rtog'idan keladimi, kimdan keladimi, juda katta minnatdorlik natijasi. Mana shular haqida nima ma'lumot bera olasiz bizga? Avvalambor biza qanaqa qilib yaralganimizni eslab esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Birinchi odam ato yaratilgan, odam ato zerikkandan keyin ularga hamroh qilib momo havo yaratilgan. Endi biza shu odam ato bilan momo havodan yaralgan, tarqalgan insonlar biza. Ayol kishi erkak kishi uchun yaratilgan degan o'sha azaldan odam ato momo havo paytidan kelayotgan qonuniyat. Sizlar aytganinglar bo'yicha mana bularda izobiliya deyaptilar. Demak, hamma narsani yetarli bo'lishi oila a'zolari tarafdan, xo'jayinlari, masalan, qaynona, qaynotalari, ota-onalari tomonidan hamma narsani bularga berilishi, bularning ehtiyojlarini yetarli darajada qondirilishi yoki mana bular aytayotdilarki, men ancha paytdan beri pul sarflab bilim olib, lekin bilimimni hozir sotib o'sha pullarimni qaytarib olish darajasiga chiqa olmadim. Demak, sizda pul topishga ehtiyoj bor. Demak, sizni oilangizda sizni topgan pulingizga yarasha o'sha bir nima mavjud. O'sha ehtiyoj mavjud. Endi biz har xil insonlar, biz har xil taqdirli insonlar, biz har bir oilani o'ziga yarasha qonuniyati bor. Har bir oila bitta davlat. Bularning oilasida bo'lgan ayolga nisbatan bo'lgan mehr oqibat, ayolga bo'lgan hurmat o'zgacha ekan. Demak, bular o'ta hurmatli, e'zozli bo'lganlarki, bularni shu darajada ehtiyojlarini qondirishgan. Demak, bu oilada ayolga bo'lgan hurmat o'ta kuchli. Asrab avaylash, ayolni e'zozlash bo'lgan. Yana bitta narsa bo'lgan. Demak, bularga shu narsani berish uchun shu erkaklarda shu darajada pul bo'lgan, davlat bo'lgan. Demak, ular shu darajada yaxshi topishgan. Endi shunaqa oilalar bo'lishi mumkinki, masalan, siz oilangizda bo'lishi mumkin. Misol tariqasida, sizni xo'jayiningiz juda ham sizni yaxshi ko'rib, qadrlab, hurmatlashi mumkin. Qaynona, qaynotangiz hammasi sizga o'zlarida bor narsani berishga harakat qilishi mumkin. Lekin ularda moddiyat tarafidan yetarli bo'lmasligi mumkin. Ular sizga mehr beradi yoki hayotiy maslahatlar beradi. Adashgan joyingizda sizni to'g'ri yo'lga solishga harakat qiladi. Farzandlaringiz tarbiyasiga qarashadi. Bu ham o'sha sizga bo'lgan muhabbat, sizga bo'lgan e'tiborni bildiradi. Lekin moddiy tarafdan bularda bo'lgan narsani emas, lekin siz baribir ham shu narsani olasiz. Berish har xil ko'rinishda bo'ladi. Faqat pul ko'rinishida bo'lmaydi qizlar. Berish har xil ko'rinishda bo'ladi. Kimgadir mehr, kimgadir qahr, kimgadir pul, kimgadir masalan sinov tariqasida. Alloh bizga sinovlarni bergan. Nega? Beryapti. Biz uni qabul qilamiz. Biz shu sinovlardan o'tamiz.
transformatsiyadan o'tamiz. Nega berdi shu sinovlarni Alloh bizga? Chunki demak biza yetarli darajada nimagadir hali ega bo'lmaganmizki, shu sinovni o'tish jarayonida biza o'sha sinovdan olgan o'zimizga bo'lgan o'sha dars, tajriba demak bizga kerak bo'ldiki, Alloh bizga shu sinovlarni berdi. Shuning uchun avvalambor Alloh berguvchi bizga. Ana undan keyin bandalari bera oladi. Bera oladigan narsani, bizga berilgan narsani qabul qilish ham bu o'ta katta mas'uliyat, tajriba, bilim talab qiladi. Berilayotgan lekin qabul qila olmayotgan Xuddi shunaqa. yo'q deb o'ylaymiz. Qabul qilish ham juda ham katta mas'uliyatni talab qiladi. Shuning uchun men o'zimni tajribamdan, yoshimdan kelib chiqib, mana yaqinda hajamanlarni bajarib qaytdik. Allohga shukr, o'sha joylarda juda ko'p yoshi katta insonlar bilan birga bo'ldik. Mana Minolarda yotdik 5 kun, 6 kun, 60 santimetrli joylarda hammamiz katta palatkada boyam, kambag'alam, mansabli ayolam yoki kimdir ehson qilib jo'natgan ayol, kimdir o'zi pul topib kelgan ayol, hammamiz birga bo'ldik. Shunda qarab turib men aytdimda, Alloh avvalambor o'sha haj amalini bajarishni bizga hadya qilib berdi, qodir qildi, bordik. Lekin shu joylarda turfa taqdir, turfa xil sinovlardan o'tgan insonlarning hayotiy tajribalarini eshitib, yana ham tajribalarim oshdi. Men sizlarga qizlar nima demoqchiman? Hammamizga Alloh har xil ko'rinishda beradi. Hozirgi aytgandek, hammasiga shukr qila bilishimiz kerak. Keyin shu berilayotgan narsalarni yaxshilik darajasidami, yomonlik darajasidami, sinov tariqasidami, hammasini qabul qilishimiz kerak. Kimgadir yaxshi emas qaynona duch keladi, lekin balki siz uni yaxshi emas deb o'ylagandirsiz. Balki u qaynona sizga boshqa narsa bermoqchiligini tushunib yetmagandirsiz. Yoki xo'jayiningiz sizdan talab qilayotgan narsa siz uchun noodatiy yoki oilangizda ko'rgan tarbiyangizga yoki oilangizdagi muhitga o'ta qarshi narsa bo'lishi mumkin. Demak, siz xo'jayiningizdan ko'rayotgan munosabatlaringizdan olishingiz kerak bo'lgan bilimingiz, o'sha narsa Alloh sizga berdimi? Demak, o'sha narsa sizga kerak. Har bir mana bir kun davomida ertalabdan uyg'onganingizdan ko'rgan tushingizni natijasi yoki qilgan nonushtangizdan oladigan energiyangiz, ko'chaga chiqqaningizda siz bilan uchrab ham suhbat bo'ladigan insonlar, kim bilandir ziddiyatga borasiz, kim bilandir yaxshi gaplashasiz. Mana shunaqa qilib vaqtimiz, umrimiz o'tyaptimi? Olishni o'rganishimiz kerak. Har bir olgan narsamizdan xulosa chiqara bilishimiz kerak. Rahmat, marhaba opa, Nargiz opa, mana shu yakunimiz oldidan sizga shunaqa savolim bor. Mana ba'zi bir ayollarni turmush o'rtoqlari bilan o'zlarini ayollar solishtirib qo'yishadi-da, srazi kirib uyda janjal bo'ladi-da. Lekin ular o'ylab ko'rishmaydi, mana bu ayol balki turmush o'rtog'iga qanaqadir hurmat, nimadir beryaptiki, natijada uni pul ko'rinishida, nimadir ko'rinishida olyapti. Shunaqa qanaqa fikringiz bor shu mavzuga? Bu rosa ajoyib savol. Mana Sevara opam aytganidek juda ham zo'r mavzuni ko'tardingiz, balansda. Ayol kishi turmush qurgandan keyin o'zini уже tarqatish boshlaydi-da. Ayol kishi go'yoki bir generatorda, o'zidan nima tarqatsa butun oila mana shu energiya bilan to'yinishni boshlaydi. Qachonki turmush qurganda u chiroyli edi, energiyaga to'la edi, ota-onasi mehriga to'lib keluvdi, ana endi u funksiyaga aylanish boshlaydi. Kir yuvadi, ovqat qiladi, qaynonaga qaraydi, bolalar tug'iladi. O'ziga yarasha erining injiqliklarini ko'chadan ko'tarib kelgan hamma agressiyasini yutish boshlaydi. Sekin-sekin uni energetikasi ham qattiqlashgandan keyin o'zi tashqariga shu energetikani berish boshlaydi. Qattiqlashgandan keyin oilada hamma aks ettiradi-ku uni. Agar keyin ko'chada boshqa birorta ayol ko'radi, solishtirishi mumkin. Bizning xalqimizda bor, birov xotini birovga qiz bo'lib ko'rinadi degan. Xuddi shunaqa ichkarida ham hammani uyida o'zini tosh tarozisi borligini ko'pchilik bilmaydi. Lekin aslida hamma joyda o'ziga yarasha vazifasi, vaziyati, muammosi, unga yarasha o'zining yechimi bo'ladi-da. Mana shu tekinga ishlaganda energiya ketadi. Oilada ayol tekinga ishlamaydimi? Tekinga ishlaydi-ku. Agar u qilingan ishlarni hammasini pul to'lasa, ayollar milliarder bo'lib ketardi. Nimaga ayol sekin-sekin istashiniya bo'ladi? Chunki prosta qadrlanmaydi-da u narsa. Endi qadrlanish aslida ayol kishining o'zida bo'lishi kerak-ku. Bolalikdan olib kelsa, mana
Nilufar opamni o'zlaridan misolda, endi hamma har xil energiya o'tiribdi-ku bu yoqda. Qadrlangan ayol o'zini ish bilan qadrlab o'tirmaydi, lekin oilada mana shu qadrlanmagan kichkina ishlardan o'zini yo'qotishni boshlaydi. Masalan, o'zim ham oilada o'zimni yo'qotib qo'yganimdan, oilani ichida bitta ichida erib ketganimdan kirib kelganman. Keyin uni tushunganimdan keyin tushundim, что orzu qilgan hayotimdagi hamma narsa kirib kelgan ekan. Faqat unga bo'lgan nazarimiz boshqacha bo'lgan ekan. Fokus o'zimizda bo'lmaganda diqqat hammaga sochilib ketgan ekan. Yig'ib olganimizda biz butun целостный bo'lar ekanmizda, ana o'shanda bera olar ekanmiz boshqalarga shu целостный energiyani. Qoyil. Dona shu uni relsga olib bera olasizmi? Hozir shu bir ovoz gapirib bor edi. Shu erkaklarimizga ham murojaatimda, erkaklar, biz ayollar sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Hech qachon biza quvvatimizni chiqazmoqchi bo'lganimiz, u sizlarni hurmatsizlik qilib, sizlarni dayus degan nomga olib kelish yoki yerga urish uchun emas. Biz ham yaratilganimizda, ayol bo'lib yaratilganimizda fitratimizda borda bu narsa. Yaratgimiz keladi, ijod qilgimiz keladi va shuni natijasini baribir kimga olib kiramiz? Farzandlarimizga olib kiramiz, oilaga olib kiramiz. Aytmoqchimanki, har bir inson yerga tushirilganda vazifasi bor-ku, faqat shuni qilamiz xolos. Da hammani vazifasiga qo'yib bersak, menimcha hammasi go'zal bo'ladi. Juda ham ajoyib podkast bo'ldi. Durdona, yakunlab bera olasizmi? Men bitta oxirida bitta narsa aytayman. Hozir aytdingiz, biz ayollar yaratguvchimiz dedingiz-da. Avvalambor yaratguvchilik Allohdan. Alloh bizani yaratdi, lekin bizani ayollarni o'zini bir qismi qilib yerga tushirdi. Bir qismi qilib insonni birinchi u yaratdi, keyin yer yuziga Momo Havo bilan odam otoni tushirgandan keyin yer yuzida yaratguvchilikni avvalambor sababchisini erkak qildi, lekin yaratguvchilikni ayolga berdi. Shuning uchun Alloh o'zini bir qismini bizga berdimi, shuni anglagan holda, Alloh bizga bergan ne'matini qadrlagan holda, erkakga ham o'sha yaratguvchiligimizga sababchi bo'lishini anglagan holda, erkaklarimizga bo'lgan hurmatimizni joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Bu qizimiz aytganlaridek, dayus degan so'zni ishlatdingiz. Dayus degan so'zni hamma har xil tushunadi. Kimdir ochiq-sochiq kiyinib yursa ayoli dayus deydi. To'g'ri, bu ham dayuslikka kiradi. Lekin ayol kishini butunlay ko'chaga chiqarib qo'yib, bu ayol kishini qayerda nima faoliyat yuritib, nima qanday qilib pul topmasligini, topayotganini bilmasligi, o'sha pulni oilasiga ishlatayotganini bilib turib indamasligi, mana shu narsalardan sekin-sekinki oiladagi disbalans boshlanadi-da. Shuning uchun ayollar avvalambor o'zimiz ayolligimizni his qilib, qanchalik pul topish darajasiga chiqsak ham, ko'proq pul topish, erkaklarga nisbatan ko'proq pul topib, oilaga ko'proq foyda keltirgan taqdirimizda ham o'zimizni erkakka nisbatan hurmatimizni, oilamizdagi hurmatimizni saqlab, ularni o'zimizdan kam pul topayotganligini bildirmasligimiz kerak. Ana o'shandagina erkak o'zini erkakligini saqlaydi. Lekin u erkak biladi. Sizni undan ko'p pul topayotganingiz ichida siqilishi mumkin. Lekin sizni topayotgan pulingizga yarasha u topolmasligi mumkin. U harakat qiladi, siqiladi, sizga bildirmaydi. Ana o'shanda siz erkakka ozgina qo'llab-quvvatlab varsangiz, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Farzandlaringiz ham shuni ko'rgan tarzda o'g'illaringiz haqiqiy erkak, qizlaringiz haqiqiy ayol bo'lib voyaga yetadi. Rahmat. Men bitta narsa aytib ketmoqchi edim. Hozirgi mana ayollarni shu ochilish payti bo'lyapti-ku, namoyon bo'lishiga ruxsat bor-da, bunaqada dunyoda. Ayolni biz nima deb o'ylaymiz? Farzand dunyoga keltirish, unga qarash, eriga qarash, uyini qilish. Ayolni xizmat ko'rsatuvchi sifatiga qo'yib qo'yganmiz-da, faqat xizmat bajaruvchi. Ayol kishi uyda ishlaydi, uydan chiqqandan keyin dam oladi. Erkak kishi teskarisi ko'chada ishlaydi, uyda dam oladi-da. Agar ayol kishi faqat xizmat beruvchi vazifasiga, xizmat qiluvchi vazifasiga, zolushkaga o'tib qoladigan bo'lsa, uni ayol yaratadi-da, go'zallik yaratadi, farzand dunyoga keladi, sostoyaniya holat beradi. Agar faqat xizmat beruvchilikka o'tib qolsa, mana shu yaratuvchiligi, go'zallik yaratishi, holat berishi yopilib qolar ekan. Давайте ayollar o'zimizni namoyon qilishdan,
mana aytdilar-ku, har bitta insonda Allohning bitta sifati bor-da. Sizda ham Alloh qaysidir sifati bor. Ana o'shani insonlarga yetkazish, ana o'sha holatga insonlarni ulab berish uchun kelgansiz va bundan qo'rqmasligimiz kerak. Rahmat hammaga. Latofat. Men nima dedim sizlarga hozir? Pul va ayol demadim? Shuncha pulli ma'lumotlar bir nimalarni berib tashladinglar hozir. Ketdim. Pul va ayol dedim. Yo, zo'r bo'ldi podkast. Hamma ham o'zidan ochib berdi, o'zidan kelib chiqib ochib berdi. Aytmoqchiman, go'shtli, moshni narsalar ham berib yuborishdi buni ichida. Просто pul va ayol to'g'ri. Balans buzilmasligi uchun like, comment, repost qilib beringlar. Hamma ekspertlarimizni Telegram, Instagram ma'lumotlari video tagida qoldiramiz. Yana savolinglar bo'lsa, bemalol hammalarini belgilab yozishingiz mumkin va bizning YouTube kanalimiz va Latofat bilan YouTube kanalini har doim kuzatib boringlar, yuborib qo'yinglar. Ko'pchilik kelsin bizga. Hammaga rahmat. Rahmat. YouTube kanalingiz nomi Latofat bilan bo'lsa. O'sha